Nega maktabda, kollejda yoki institutda umumiy 10 yillab o'qiysiz-u, lekin haligacha rus tilida gapira olmayapsiz? Rus tilini o'rganishdagi eng katta xatolar nimalardan iborat o'zi? Bugun bu savollarning barchasiga javob beraman va uzoq yillardan beri sizni misol uchun qiynab kelayotgan narsalarga, o'rgana olmayotgan narsalaringizni qanday qilib atigi 3 oyda ichida zo'r natijaga chiqishingiz mumkinligini aytib ketaman. Siz esa videoga like bosing va videoni oxirigacha ko'ring. Siz lug'atni yodlagansiz va ayrim qoidalarni bilasiz. Hattoki kinolarda ham yoki bo'lmasam kitob o'qiyotganingizda ham oz-moz bo'lsa ham rus tilini tushunasiz. Lekin gapirishga kelganda miyangiz nimani gapirishni bilmay to'xtab qolib, hattoki oddiy gap tuzishga ham qiynalasiz. Nima uchun ba'zilar 3-4 yillab Rossiyaga borib turib ishlashsa ham, u yerda misol uchun ruslar bilan birga yashashsa ham, qo'rqmasdan rus tilida erkin muloqot qila olishmaydi. Ya'ni rus tilida o'zlariga qo'yib bersangiz gaplasha olishmaydi ham. Lekin ayrimlar bor, 3 oyni ichida rus tilini o'rganib turib, sharlatib ruslar bilan bemalol gaplasha olishadi. Bugun sizlar bilan birgalikda o'zbek tilida gaplashadigan insonlar nima sababdan rus tilini o'rgana olmasliklarining sababi va ularga yechimini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi muammo, nima sababdan maktab metodikasi umuman ish bermaydi? Maktabga bizga grammatika qoidalari, har xil qiyin bo'lgan formulalardan rus tilini o'rgatishadi, lekin real hayotda bu narsani biz hech qachon sinab ko'rishga qiziqmaganmiz. Va maktab davrida o'sha darsligini o'tamiz, 40 minut, 45 minut, undan keyin ko'chaga chiqqandan keyin baribir o'zbek tilida gaplashishni davom ettiraveramiz. Qachonki biz rus tilida gaplashishni boshlasak, ya'ni praktika bo'lmasa, bir bilimni nima deydi, qolib aytganda foydasi yo'q. Xuddi mana bunaqa narsaga o'xshaydi. Suzish haqidagi kitobni o'qidingiz-ku, lekin suvga tushmadingiz. Keling, bugun siz bilan birgalikda rus tilini o'rganishdagi eng ko'p qo'yiladigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato: so'zlarni alohida tarjimasi bilan yodlash. Maktabda siz ham lug'atlarni shkola, maktab, bormoq, idti deb yodlagansiz, to'g'rimi? Har bitta so'zni alohida yodlagansiz, lekin uni, misol uchun gap tuzish jarayonida u yerda qanday qilib bog'lashni, qanaqa окончание bilan qo'shishni, misol uchun gap orasida ularni qanday qilib ishlatishni o'rganmagansiz. Miyamizda shunaqa funksiya borki, alohida yodlangan so'zlarni, ya'ni misol uchun bir voqea bilan yoki bo'lmasam qanaqadir vizual ko'rinish bilan bog'lanmagan so'zlarni miyamiz juda ham tez esidan chiqarib yuboradi. Shu uchun ham biz ko'pincha hamma narsani esimizdan chiqaramiz. Ya'ni bizda lug'at boyligimiz bor, ya'ni misol uchun deylik, qanchadir miqdori esimizda qolsa ham kitobni kniga ekanligini bilamiz, lekin uni qanaqa qilib so'zni orasida ishlatish kerakligini bilmaydigan insonga aylanib qolganmiz. Ikkinchi xato: miyada tarjima qilish. Siz avval gapni o'zbekchasida o'ylab olasiz, keyin uni rus tiliga tarjima qilib, qaysi qoidalarga mos kelyapti buni ko'rib chiqib, keyin gapirishni boshlaysiz. Lekin sizning suhbatdoshingiz buni hech qachon kutib o'tirmaydi. Odatiy, ya'ni oddiy razgovor tilida esa miya shunchaki o'ylash kerak, gapirish kerak, o'ylash kerak, gapirish kerak, muhim fikrni yetkazib berish. Uchinchi xato: mukammallikka intilish. Bu ko'pchilikda uchraydigan eng katta to'siq. Ko'pchilik rus tilida gapirayotganida, hozir mana bunaqasini noto'g'ri gapirib qo'ysamchi, agar aksentim xunuk chiqib qolsachi, padejlarni yoki rodlarni adashtirib qo'ysamchi, hozir mana bu so'zni noto'g'ri aytsam, ustimdan kulishsachi deb o'ylanib o'tiradi. Aksincha yo'q, ruslarni o'zi ham juda ham ko'p xato qilishadi padejlarda va grammatik qoidalar bo'yicha. Agar siz qo'rqib o'tiraversangiz, rus tilida hech qachon gapira olmaysiz. To'rtinchi xato: noto'g'ri muhit va manbalar. Ko'pchilik kino orqali o'rganaman deb o'ylaydi, lekin agar sizni darajangizga mos keladigan kinoni tanlamaydigan bo'lsangiz va u yerda sizni, misol uchun, har xil so'zlar borda. Misol uchun prokrastinatsiya degan so'zni hozir siz tushunmaysiz. To'g'rimi? Bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, yoki bo'lmasam yanada qiyinroq so'zlar bor. Ma'nosini tushunmasdan turib uni ko'rishni davom ettiraversangiz, nima deydi? Siz shunchaki kadrlar orqali jarayonni ko'rib turib, voqeani o'zingiz uchun tasavvur qilib olayotgan insondan farqingiz qolmaydi. U orqali siz rus tilini hech qachon o'rgana olmaysiz. Shu sababdan o'zingizga mos keladigan rus tilidagi kinolarni tanlash kerak. Beshinchi eng katta xato: tizimsizlik. Til o'rganishni zalga chiqishga o'xshatadigan bo'lsak, zalga misol uchun siz постепенно chiqsangiz, gina muskullaringiz zo'r shaklga kelishni boshlaydi. Agar siz bir kun chiqib, 2 kun chiqmay, 2 kun chiqib, 1 kun chiqmay, orada pauzalar bilan har xil palapartish, nima deydi, tartibga solinmagan holda zalga chiqadigan bo'lsangiz, sizda hech qachon natija zo'r bo'lmaydi. Rus tilida ham xuddi shunaqa narsa. Siz qachonki o'tirib, har kunlik misol uchun постепенно 15 daqiqadan o'zingizga vaqt ajratib o'rganadigan bo'lsangizgina rus tilingizda yaxshi natija bo'lishi mumkin. O'zingiz kutgan natija hech qachon tartibsiz ahvolda bo'lmaydi. Xo'sh, qanday qilib tizimlashtiramiz deysizmi?
eng avvalo aniq maqsad qo'ying. Men shu yilda ichida aniq rus tilini o'rganaman deb emas. Qachondan boshlab o'rganmoqchisiz? Qancha vaqt oralig'ida o'rganmoqchisiz? Qachon o'rganishni tugatmoqchisiz ya'ni? Qayerdan, qaysi materiallardan foydalanmoqchisiz? Har bittasini o'zingiz uchun bilib olganingiz yaxshi va eng plyus tomoni o'zingizga bitta sherik ham topib oling. Misol uchun sizning sherigingiz bo'lsa, u bilan muloqot qilasiz. U bilmayotgan narsasini siz o'rgatasiz, siz bilmayotgan narsani u o'rgatadi. Yoki bo'lmasam challenge qiling u bilan. Ke, davay, qaysi birimiz ko'proq, tezroq rus tilini o'rgana olamiz. Agarchi lekin bitta narsa bor, YouTube'da shunchalik video darslar ham, misol uchun AI orqali, ya'ni ChatGPT har xil AI'lar orqali rus tilini o'rganish imkoniyati bo'lsa ham, ko'pchiligimiz buni o'rgana olmaymiz. Nima sababdan? Chunki biz bir narsaga fokus qarata olmaymiz. Ya'ni fokusimizni chalg'itadigan diqqat omillari juda ham ko'p hozirgi kunda. Aynan shu muammolardan siz qutulmoqchi bo'lsangiz, hozirgi beradigan yechimimiz aynan siz bob. Razgovor.uz onlayn rus tili maktabi bilan siz 3 oyda 0 dan razgovor darajasigacha chiqishingiz 100% kafolatlanadi. Darslar onlayn formatda Telegram platformasida bo'lib o'tadi. Bu degani siz bir kunda 25-30 daqiqa vaqt oralig'ida sarflagan holda rus tilini bemalol erkin o'rgansangiz bo'ladi. Bizda haftada 7 kun mobaynida dars bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida siz grammatikani video darslar orqali o'rganasiz. Undan tashqari 3 kunida esa ustoz bilan individual jonli razgovor darslarini o'rganishni davom ettirasiz va haftada bir kun musiqali darslar bonus sifatida qo'shib beriladi. Bundan tashqari har bir grammatika darslarida sizga lug'atlar ularning audiolari bilan birgalikda testlar va uyga vazifalar ham topshiriladi. Bugungacha bizda 1715 dan ortiq o'quvchilar kursimizda o'qib, allaqachon rus tilida erkin muloqotni boshlashdi. Shu sababdan ham natijaga, ya'ni 100% natijaga biz qonuniy shartnoma asosida kafolat beramiz. Biz bilan birgalikda rus tilini 3 oy ichida o'rganib, erkin razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havolani bosib, kursdan ro'yxatdan o'ting, ya'ni o'zingizning telefon raqamingizni yozib qoldiring. Sotuv menejerlarimiz albatta sizga aloqaga chiqib, yanada to'liqroq ma'lumotni berishadi. Keyingi videoda biz Toshkentdagi eng katta parklarga borib turib, u yerdagi gaplarni ruscha, o'zbekcha qilib tarjima qilamiz va nima deydi, bu narsa nimaga yordam beradi? Jonli vizual tarzda yoki bo'lmasam hissiyot orqali o'rganilgan so'zlar tezroq esimizda qoladi. Ya'ni biz buni tabiiy til texnikasi, ya'ni TEK texnikasi deb nomlaganmiz. Aynan ushbu videolarimizda bundan-da qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.